Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Bugun men sizlarga zamonaviy o'zbek adabiyotining iste'dodli vakillaridan biri Zulfiya Mo'minovaning asarlari haqida qisqacha ma'lumot bermoqchiman. Zulfiya Mo'minova o'z ijodida vatanga muhabbat, ona siymosi, ayolning jamiyatdagi o'rni, oilaviy qadriyatlar, mehr-oqibat va insoniy fazilatlarni yuksak badiiy mahorat bilan tasvirlagan. Uning she'r va publitsistik asarlarida inson qalbining nozik kechinmalari, ezgulik va yaxshilik g'oyalari yetakchi o'rin egallaydi. Shoiraning vatan tashlab ketmaydi, beshiklarni asragin dunyo, yonayotgan ayol, azizim baxtiyorman, samoga sochilgan yulduzlar kabi she'riy to'plamlari kitobxonlar tomonidan iliq kutib olingan. Ushbu asarlarda vatanga sadoqat, tinchlikning qadriga yetish, onalik mehrining buyukligi va ayolning hayotdagi o'rni chuqur ifodalangan. Bundan tashqari, nikoh shartnomasi, birinchi o'qituvchim, ayolga baxt bering, bir kun dars qoldirgan bir umr pushaymondir kabi kitoblarida yoshlar tarbiyasi, ta'limning ahamiyati, oiladagi o'zaro hurmat va ma'naviy qadriyatlar yoritilgan. Xulosa qilib aytganda, Zulfiya Mo'minovaning asarlari nafaqat badiiy qiymati, balki tarbiyaviy ahamiyati bilan ham alohida e'tiborga loyiqdir. Uning ijodi yosh avlodni vatanparvarlik, ezgulik, mehr-oqibat va yuksak ma'naviyat ruhida tarbiyalashda muhim o'rin tutadi. Shu bois Zulfiya Mo'minovaning asarlari bugungi kunda ham kitobxonlar tomonidan sevib mutolaa qilinmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat.